Amerikada Halloween bayrami boshlandi. Biz o'rtoqlarimiz bilan birinchi marta Haunted House'ga, ya'ni qo'rqinchli uyga borishga qaror qildik. Liniya juda uzun edi va taxminan 1,5 soat kutdik. Va shu 1,5 soat ichida turli xil klonlarni ko'rdik. Bu yerda o'zingizlar ham ko'rib turishingiz mumkin. O'zim to'g'risi qo'rqinchli amerikanskiy kinoga tushib qolgandek his qildim. Klonlarning makiyajiga, libosiga gap bo'lish mumkin emas. Xuddi haqiqiydek chiqqan. Ben bilmayman nega. Hamma monsterlar menga selektsiya qilyapti. Ya monster. Demonstratsiya. Bu yerda bu mavsum har yili kuzda, asosan sentyabr oxiri va oktyabr boshida boshlanadi. Haunted House'ga kelish bu bir vaqtda o'zida qo'rqish va kulish, ya'ni haqiqiy adrenalinni his qilish deb o'ylayman va o'rtoqlar bilan kelishinglar uchun zo'r joy. Ichkarida videoga olishga ruxsat berishmadi. Kutish davomida men sizlarga atmosferani to'liq videoga olishga va sizlarga ko'rsatishga harakat qildim. Ichkariga kirganda o'zimni haqiqiy ujastik kinoga kirib qolgandek his qildim. Klonlar va ichkaridagi dizayn hammasi shu qadar real ediki, yuraginglar shunaqa tez urib, buni shunchaki shouligini unutib qo'yasizlar. Sher yurak sifatida unaqa ham qo'rqmadim, lekin o'rtog'im Mubat juda qo'rqdi.